Yaqinda men yer osti tunnellari va tashlab qo'yilgan shaxtalarni o'rganishga qiziqib qoldim. Chunki arvohlar, maxluqlar va radioaktiv mutantlar haqidagi afsonalarga ishonardim. Ammo tashlandiq joylarni o'rganuvchilar guruhiga qo'shilgach, shuni tushunib yetdimki, bu hikoyalarning deyarli barchasi uydirma ekan. Eng qizig'i, ularni odatda bunday joylarda biror marta ham bo'lmagan odamlar aytadi. Tashlandiq joylarni o'rganuvchilar o'zi hech qanday maxluqlarga ishonmaydi. Bunday joylarning o'ziga yarasha xavf-xatarlari bor. Adashib ketish, jiddiy jarohat olish yoki vayronalar ostida qolib ketish hech gap emas. Shu tariqa men ham g'ayritabiiy narsalarga bo'lgan ishonchimni yo'qotdim, lekin tashlandiq tunnellarni o'rganishdan umuman ko'nglim sovimadi. Bir nechta joylarga tushib, odatda ko'zdan yashirin bo'lgan juda ko'p qiziqarli narsalarni ko'rdim va bu ishni endi tashlay olmasdim. To'g'risi, allaqachon tushuntirib bo'lmaydigan narsalarga duch kelaman deb o'ylamay qo'ygandim, ammo baribir biz guruhimiz bilan shunday bir narsaga duch keldik. Biz ulkan, badbashara maxluq bilan qurilishi tugallanmagan metro tarmog'ini o'rganayotganimizda to'qnash keldik. Bu bizning so'nggi umumiy sarguzashtimiz bo'lib qoldi. Bu metro tarmog'i 30 yil oldin ochish rejalashtirilgan, deyarli oxirigacha qurilgan ham, lekin oxir-oqibat loyiha to'xtatilgan. Hokimiyat esa go'yo bunday loyiha umuman bo'lmagandek tutardi. Ko'plab loyihalar oddiygina moliyaviy yetishmovchilik sabab tugallanmay qoladi. Bu yerda ishchilar qadimiy qabristonni qazib yuborib la'natga uchradi yoki boshqa dunyoga portal ochib yubordi degan gaplar bari afsona. Biroq bunday mishmishlar har doim bo'lgan va bor. Biz tushgan metro haqida ham turli bema'ni gaplar yurardi. Lekin biz bu gaplarni shunchaki g'iybatlar deb o'ylardik. Bu yerga kirish nihoyatda qiyin edi. Bir paytlar ishchilar foydalangan barcha tashqi kirish joylari shunchaki yopilmagan. Ular beton bilan butunlay to'sib tashlangandi. Hatto qo'yilgan tarmoqqa ham faqatgina ishlayotgan metro stansiyasining tunneli orqali kirish mumkin. Hozir esa hamma joyda kameralar o'rnatilgan. Ichkariga kirish uchun albatta o'z odaming bo'lishi kerak. Ya'ni bir nechta odam relsga tushib, tunnelga kirib ketayotganiga ko'z yumadigan odam. Bizda shunday odam ham bor edi. Hatto u do'stim Ilhomga yashirin kirish yo'lini o'zi aytib bergan va buning evaziga ma'lum miqdorda naqd pul olgandi. Eng muhimi, hammasini tez bajarishimiz kerakdi. Poyezd o'tib ketishi bilan biz tezda relsga tushdik va qorong'ulikda yashirindik. Taxminan 500 metr narida tunnel ikkiga ajralgan. Qaysi yo'nalish ishlayotgan, qaysisi tashlab qo'yilganini darhol bilsa bo'lardi. Yopiq tunnel simlar bilan to'ldirilmagan, relslari esa eskirib ketgandi. Keyin poyezd kelishidan oldin biz baland arkadan ichkariga kirishga ulgurdik. Tashlandiq stansiyaga yetganimizda ancha yo'l yurib qo'ygandik. Bu joyga biz birinchi bo'lib kelmagandik. Devorlarning hammasi yozuvlar bilan to'lgan. Boshqa bizga o'xshaganlar ham bu yerda grafitlar, ismlar va sanalarni qoldirishgandi. Umuman olganda, bu joy juda ham eski ko'rinmasdi. Men, Shohruh va Ilhom platformaga chiqib, har kim o'z yo'nalishida yurib ketdik. Meni yozuvlar qiziqtirdi. Shohruh esa eski buyumlarni qidirishni yoqtirardi. Ilhom shunchaki yana qayerga kirish mumkinligini izlayotgandi va pastga tushadigan zinapoyalarga olib boruvchi past bo'yli yo'lakni topdi. Bu yerda granit toshlari bilan to'lib yotardi. Biz u yerdan biror jiddiy narsa topamiz deb o'ylamagandik, ammo pastga tushganimizda qulflanmagan eshikni ko'rdik. Uning ortida esa g'alati bir xona bor edi. Shohruh uni yo'qolgan buyumlar ombori deb kuldi. Uning ko'zlari yonib ketdi, chunki u topilmalar yig'ishni juda yaxshi ko'rardi. Bu katta xona bo'lib, unda stol, javon va hatto shiftlarda ham turli buyumlar joylashtirilgandi. Hammasi tartib bilan ajratilgan. Fanarlar ichida kaskalar bilan etiklar bilan turardi. Go'yo bu yer osti ishchilar muzeyiga o'xshardi. Bu yerda eski kaskalar, latun fanarlar, ishchilar ovqat olib yuradigan temir idishlar ham bor edi. Shu bilan birga zamonaviy narsalar ham bor. Ryukzaklar, gaz o'lchagichlar va telefonlar. Bular bu yerga qayerdan kelgan? Deb so'radim men. Bilmayman, balki kimdir atrofda yo'qolgan narsalarni yig'ib chiqqandir, dedi Shohruh. Bu ahmoqlik, dedim men. Kim o'z jihozini yoki etiklarini yo'qotadi? Yo'qotsa ham nega qaytib kelib olmaydi? Nega boshqalar bularni olib chiqib ketmagan? Ilhomning jahli chiqib gapimni bo'ldi. Yana boshladingmi? dedi u. U meni doim tashlab qo'yilgan joylarda qandaydir g'ayritabiiy narsalar bor deb ishora qilishimni aytadi. Aslida esa men bir necha yildan beri bunday narsalarga ishonmasdim. Shunga qaramay, bu joy menga juda g'alati tuyuldi. Go'yo adashgan odamlarni tutib, ularni kiyimlarigacha yechintirib qo'yadigan telba bir talonchining kulbasiga o'xshardi. Unda aytchi,
Bularning hammasi qayerdan kelgan, dedim jahlim chiqib men. Shunda u, yo'q, men hech narsa demoqchi emasman. Bu yerda bizga o'xshaganlarni o'ldirib, ularni buyumlarini yig'adigan manyak yashaydi. Hozir ichkariga kiramizda ularni temir ilgaklarga osib qo'yilgan jasadlarni ko'ramiz, deb masxara qildi. U doim meni shunday masxara qiladi. Xarakteri ham unchalik yaxshi emasdi. Bas qilinglar, dedi Shohrux aralashib. O'zinglar qaranglar, ko'p buyumlar singan, buzilgan, balki bu yerda qandaydir odat bordir. Sayohatga kelganlar o'zlari bilan biror eski narsani olib kelib shu xonada qoldirishar. Shohruxning gapi menga mantiqli tuyuldi. Ba'zan tashlab qo'yilgan joylarda shunaqa holatlar bo'lib turadi. Masalan, bir tashlab ketilgan flot bazasida biz devorga yopishtirilgan bo'sh bochkalar uyumini ko'rgan edik. Shundan so'ng biz yo'qolgan buyumlar omborini tark etib oldinga yo'l oldik. Koridorlarni, bo'sh xonalarni, kichkina hujralarni ko'zdan kechirardik. Yana bir zinadan pastga tushdik. Pastda namlik sezilardi. Shiftlardan va devor yoriqlaridan suv sizib chiqardi. Aslida bu joy allaqachon suv ostida qolishi kerak, lekin ko'rinishdan yer osti suvlarini tortib chiqaradigan nasoslar hanuz ishlayotgandi. Suv tomchilari tovushidan tashqari men aniq bir begona qadam tovushlarini ham eshitardim. Go'yo kimdir yaqin atrofdagi koridorlarda yurayotgandek. Kimdir oyoqlari bilan toshlarni surardi, loyqa suvlarni bosardi. Men o'zimni buni ataylab sezmagandek tutardim. Ilhom yana masxara qilish uchun bahona topmasligi uchun. Ammo baribir ichimda biroz qo'rquv bor edi. Ayniqsa o'sha g'alati omborxona xayolimdan chiqmayotgandi. Bolalar, to'xtanglar, deb birdan Shohrux pichirlab qoldi. Men va Ilhom to'xtadik va unga qaradik. Fonar yorug'ida uning yuzi oqarib ketganini ko'rdik. Nima bo'ldi, deb so'radim men. Sizlar hozir buni ko'rdilaringmi? Dedi u hanuz pichirlagan ohangda. Nimani? Tezroq gapir, dedi Ilhom yo'lni davom ettirishga shoshirib. Biz hozir ustunli zal yonidan o'tdik, dedi Shohrux devorga suyanib, go'yo yashirinmoqchi bo'lgandek. Sizlar u yerda hech narsani ko'rmadinglarmi? Menga kimdir bordek tuyuldi. Juda katta, oppoq, oyoqlari chigirtkanikiga o'xshash uzun. To'xta, dedi Ilhom uning gapini bo'lib. Sen hozir nimani tasvirlayapsan o'zi? Bilmayman. Balki ko'zimga ko'ringandir, lekin men kimnidir ko'rdim. U ustunlar orasidan lip etib o'tib ketdi. Sizlar rostdan ham hech kimni ko'rmadilaringmi? Qadam tovushlarini eshitdim, dedim men. Bu yerda yana kimdir yurayotganiga ishora qilib. U narsa odam emas. Shohrux keskin ohangda shu so'zlarni aytdi. Bunaqa ulkan odamlar bo'lmaydi. U hatto shiftga tegmaslik uchun bukilib yurardi. Sen ham boshladingmi, dedi Ilhom jahli chiqib. Bas qilinglar, biz allaqachon bola emasmiz-ku. Qasam ichaman, men sizlarni qo'rqitmoqchi emasman. O'zim ham qo'rqyapman, balki adashgandirman, lekin ko'rganimni aytyapman. Kelinglar, qaytib borib tekshiramiz, dedim men. Rostini aytsam, ustunli zalga qaytib borishga tayyor edim. Menga qiziq, do'stim nimani ulkan maxluq deb o'ylagan ekan. Balki bu oddiy baland oq haykal bo'lishi mumkin. Axir oldin metroda askarlar yoki ishchilarga bag'ishlangan ulkan haykallar qo'yishardi. Ammo Ilhom qaytishni xohlamadi. Avval ikkinchi stansiyani topaylik, dedi u. Oxirigacha boramiz. Qurilish qayerda to'xtaganini ko'ramiz. Keyin qaytishda hammasini tekshiramiz. Men bosh irg'adim. Shohrux ham rozi bo'ldi, lekin majburan. U ancha qo'rqib qolgandi va tezroq chiqib ketishni xohlardi. Biz uzoq vaqt relslar bo'ylab yurib bordik. Avval relslar tugadi, keyin esa toshli yo'l ham yo'qoldi. Oyoqlarimiz ostida loy shaloblab turardi. Yo'limizda uchragan har bir eshik va o'tish joyini tekshirib chiqdik. Ilhom esa juda shoshardi. Hammadan oldinda yurib, hatto oyoq ostiga ham qaramay qo'ygandi. Men yo'lda ko'ringan chuqurlikni payqadim. Ilhom esa aynan o'sha tomonga qadam tashlamoqchi bo'ldi. Men yugurib borib, uning yoqasidan tortib qoldim. U oyog'ini allaqachon chuqur ustiga ko'targandi. Yana bir qadam tashlasa, pastga qulab tushardi. Dedi u chuqur nafas olib. Men o'zim ham oxirgi soniyalarda ko'rib qoldim. Ilhom hech qachon birovning yordamini tan olmaydi. Shunga qaramay, men uni qutqarib qolganim uchun rahmat aytdi. Biz chuqurni tekshira boshladik. Bu quduqdek chuqur anchagina katta edi. Lekin pastga qaraganimizda ikkalamiz ham jim bo'lib qolgandik. Pastda suyaklar uyumi yotardi. Inson bosh suyaklari bilan to'la edi. Suyaklar go'yo kimdir ularni yaxshilab kemirib tashlagandek tozalangan silliq turardi. Ko'kimtir fonar yorug'ida
bosh suyaklari tishlarini tirjaytirib, bo'sh ko'z kosalari bilan bizga tikilib turgandek ko'rinardi. "Bolalar, bu yerdan ketaylik", dedi Shohrux. "To'g'ri", dedim men ham darhol, ammo Ilhom birdan qahqaha otib kulib yubordi. "Yuzlaringni ko'rganlaringda edi", dedi u kulib. "Tushunmayapsizlarmi? Bularning hammasi dekoratsiya. Men boshidan shubhalangandim", dedi u davom etib. "Endi hammasi aniq. Avval o'sha buyumlar ombori, keyin Shohrux ko'rgan maxluq, endi esa mana bu suyaklar. Bu yerda kimdir qo'rqinchli xona qilib qo'ygan. Balki hamma joyda kameralar bordir. Bizni reaksiyamizni kuzatish uchun. Men kelishgan metro xodimi ham aslida..." Ilhom gapini tugata olmadi. Biz birdaniga jim bo'lib qoldik. Har birimiz qotib turardik, chunki biz nimanidir ko'rdik. Bu hech qanday haykal emas edi. Biz kelgan tunnel tomonida aql bovar qilmas darajada ulkan, yalang'och, odamga o'xshash bir maxluq asta sekin yurib kelardi. U kuchli, yarim bukilgan oyoqlarida oldinga egilib, belini yoy kabi qayirib harakatlanardi. Uning uzun, tirnoqli qo'llari, dumaloq kal boshi va keng og'zi bor edi. U boshini qimirlatib, shovqin bilan havoni ichiga tortardi. Go'yo is olayotgandek ko'rinardi. U yuzini biz tomonga burganda men beixtiyor fonarni o'chirib qo'ygim keldi. Ammo bunga hojat yo'q edi. U maxluq bizni ko'rmasdi. Balki umuman ko'zlari yo'q edi. Boshining yuqori qismi oppoq va tekis, pastroqda esa faqat ikkita burun teshigi va tishlari ko'rinib turardi. Maxluq bizni ko'rmadi, ammo qorong'uda u hid olayotgandi. Biz uchovimiz ham go'yo nima qilish kerakligini bilardik. Jim turardik, qimirlamasdik. Maxluq asta boshqa yo'laklardan biriga kirib g'oyib bo'ldi. U bizni payqamadi. Yana biroz jim turdik. So'ngra asta bir-birimizga yaqinlashdik. Hammamiz juda qo'rqib ketgandik. Faqat bitta istak paydo bo'ldi. Bu yerdan tirik chiqib ketish. Juda sekin harakat qilamiz. Bu maxluq ko'r, lekin biz bu yerda ancha shovqin qilib qo'ydik. U bizni sezgan. Hozir bizni izlayotgan bo'lishi mumkin. Sekin va shovqinsiz ortga qaytamiz. "Bu o'zi nima edi?" dedi Shohrux titrab. Men uning yelkasidan silkitdim. "Hozir bu muhim emas. Avval chiqib olaylik. Hozir eng muhimi tirik qolish." U bunga ishonishni istamasdi. "Balki u bizga hech narsa qilmas? Pastdagi suyaklar uyumi senga hech narsa demayaptimi?" dedim men pichirlab. "Bu maxluq bizni qo'yib yubormaydi. Hech bo'lmasa bitta kalamush bo'lsa ham ko'rdingmi bu yerda?" dedim yana. "Kelinglar, qanday harakat qilishni o'ylaylik." Shunda miyamga bir fikr keldi. Bu maxluq ko'r bo'lsa ham mutlaqo ahmoq emas. U o'ljalar uchun alohida ombor va suyaklar uchun alohida ombor qilib qo'ygan. Bu fikrimni do'stlarimga aytdim. Biz imkon qadar past ovozda bir-birimizga juda yaqin turib gaplashardik. "Loyga belanaylik", dedi Shohrux. Avvaliga men uni yana ahmoqona gapiryapti deb o'yladim, lekin keyin tushundim. Bu to'g'ri fikr edi. Agar maxluq hid bilan yo'nalayotgan bo'lsa, biz atrof muhit isi bilan bir bo'lib ketishimiz kerak. Biz qo'llarimizni, kiyimimizni, yuzimizni loy bilan bulg'adik. Endi ortga qaytish kerak edi. Bu esa juda qiyin ish. Oyoq ostidagi granit toshlar yotganda shovqinsiz yurish deyarli imkonsiz. Lekin biz go'yo bir tanadek harakat qila boshladik. Suv tomchilari ritmiga moslab qadam tashlardik. Og'ir qadamlar tovushini eshitsak, darhol joyimizda qotardik. Qadamlar uzoqlashgachgina yana harakatlanardik. Ammo qanchalik ehtiyotkor bo'lmaylik, bu bizni qutqarishiga kafolat yo'q edi. Bir payt tunnel bo'ylab ketayotganimizda o'sha ulkan maxluq to'satdan yon yo'lakdan chiqib qoldi. Biz buni umuman kutmagandik. U shunchaki tasodifan bizga duch kelib qoldi. Biz bir-birimizdan uzoqroqda edik. Men qotib turardim. Ikkala do'stimni ham ko'rib turardim. Maxluq bizning oramizda yurardi. Havoni ichiga tortib, hidlab, so'lagini yerga tomizardi. Men uni kuzatdim. Tanamni muzday sovuq bosdi. U taxminan 3 metr balandlikda, past shiftlarga tegib ketmaslik uchun bukilib yurardi. Go'yo bu yer u uchun emasdek edi. Qayerdan paydo bo'lganimda bu yerga, dedim o'zimga o'zim. Teri ostidagi mushaklari yaqqol ko'rinib turardi. U Shohrux tomon yaqinlashdi. Shohrux ko'zlarini mahkam yumib oldi. Uning lablari titrardi. Maxluq unga yaqinlashib, och ko'zlaricha xirilladi. Men Shohruxga yordam berishga harakat qildim.
lekin Ilhom menga qarab boshini sekin silkidi. Bu qimirlama degan ishora edi. Maxluq burnini Shohruxning yuziga tiradi va nihoyat bu o'lja ekanligini tushungandi. Bir lahzada uning ulkan tirnoqli qo'llari Shohruxni changallab oldi va uni qorong'ulik tomon sudrab ketdi. Shohruxning qichqirig'i biz eshitgan oxirgi ovoz bo'ldi. Maxluq uni pastga, zinapoyalar tomon sudrab ketdi. Men o'ylab ham o'tirmay oldinga intildim. Ilhom qo'limdan ushlab qoldi. Orqaga tortdi. "To'xta", dedi u. "Sen unga bas kela olmaysan. Ko'rding-ku, u juda ulkan va kuchli. Seni ham o'ldiradi. Borma. Biz endi unga yordam bera olmaymiz." Men tipirchilardim. Qo'limni sug'urib olishga harakat qildim. Meni allaqachon vahima bosgandi. Men Shohruxni hech bo'lmasa qutqarishga urinib ko'rmoqchi edim. O'sha payt bu vaziyat meni boshimga tushishi mumkinligi haqida o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Ilhom esa meni o'zimga keltirishga harakat qildi. "U seni ham o'ldiradi", dedi u. Men qarshilik qilishdan to'xtadim. O'zimni ham tushunib turardim. Do'stimizga yordam bera olmaymiz, lekin baribir bunga ko'z yumib tashlab ketish juda og'ir edi. "Yura qol, bu yerdan chiqishimiz kerak", dedi Ilhom. U qo'limni qo'yib yubordi va oyoqlarini shovqinsiz bosib oldinga yurdi. Men ham uning ortidan ergashdim. Pastdan do'stimning dahshatli qichqiriqlari eshitilardi. U yerda yana boshqa tovushlar ham bor. Go'yo kimnidir go'shtini bo'laklashayotgandek, mushaklarni uzishayotgandek, suyaklarni qarsillatib sindirishayotgandek. Yana qichqiriqlar, chidab bo'lmas og'riqli qichqiriqlar eshitilardi. Bu mening do'stimning ovozi edi. Maxluq uni tiriklayin parchalab yeyayotgandi. Men esa bu joydan uzoqlashib turardim. O'zimni ishontirishga urinardim. Go'yo to'g'ri ish qilyapman deb. Tashqariga chiqamiz, yordam chaqiramiz deb o'ylardim. Ammo ich-ichimdan bilib turardim. Tez orada qutqaradigan odamning o'zi qolmaydi. Qanchalik og'ir eshitilmasin, biz uning qichqiriqlaridan foydalandik. Biz yashab qolishni xohlardik. Shohruh qichqirganda biz deyarli yugurardik. U jim bo'lib qolganda esa sekin yurardik. Uning qichqiriqlari uzoq davom etmadi. Tez orada hammasi jim bo'lib qoldi. Orqamdagi sukunatdan ichim muzlab ketdi. Keyin esa qorong'ulik ichida yana qadam tovushlarini eshitdik. Maxluq yana koridorda kezib yurardi. U hali hammani tutmaganini bilardi. Ilhom sekin tiz cho'kdi va yana loyga belana boshladi. Bu to'g'ri ish edi. Chunki uchovimizning ichimizda eng kam loyga belangan Shohruh edi. Balki shuning uchun ham Maxluq uni birinchi bo'lib tutib oldi. Men ham tiz cho'kdim va loyga belanishga urindim. Ammo juda ehtiyotsiz harakat qildim. Tizzam ostida siniq shisha bor ekanligini ko'rmabman. Men tizzamni to'g'ri o'tkir shisha parcha ustiga qo'ydim. Uzun shisha bo'lagi oyog'imga sanchildi. Qichqirmaslik uchun og'zimni qo'lim bilan yopdim. Ilhom menga qaradi. Uning nigohida "Qanday qilib bunday xato qilding?" degan gap yotardi. Men o'rnimdan turdim. Og'riqqa e'tibor bermaslikka harakat qildim. Ammo og'riq shunchalik kuchli ediki, miyamgacha yetib borardi. Baribir yurishni davom ettirishimiz kerak. Koridorlarda, o'tish joylarida, ustunlik zalda, hamma yerda shovqinlar eshitilardi. Tishlarning ovozi, og'ir qadamlar. Men sekin sudralib borardim, yaralangan oyog'imni bukmaslikka harakat qilib. Ilhom esa meni kutmoqchi emasdi. U oldinga 20 metrcha o'tib ketgan. Qancha urinmay uni quvib yetolmayotgandim. Balki u ataylab mendan uzoqlashayotgandir. Tizzamda shisha parcha tiqilib turardi. Yara qonab ketayotgandi. Maxluq shunda yana paydo bo'ldi. Bu safar chiqishga unchalik ham uzoq qolmagandi. Ulkan, oppoq maxluq yana tunnelda paydo bo'ldi. Ilhom menga qarab burildi va qotib qoldi. Biz bir-birimizga qarab turdik, go'yo xayrlashayotgandek. Maxluq biz tomon yaqinlashardi. U birimizni yoki ikkalamizni ham sudrab ketishi mumkin edi. U og'zini ochdi. Relslar ustiga qon tomchilardi. U bizning oramizda turar, men nafas ham ololmasdim. Shunchalik jim va qimirlamay turardimki, hatto barmoqlarim ham qaltiramasdi. Men go'yo haykalga aylangandim. Ammo Ilhom asta yeriga keldi. Keraksiz shovqin chiqarib, yerda yotgan kichkina toshni oldi. U nima qilmoqchi edi? Men qo'rqib ketdim. U maxluqqa tosh otmoqchimi? Bu mutlaqo befoyda-ku. Ammo Ilhom boshqa narsani o'ylagan ekan. U qo'lini orqaga olib, toshni men tomonga, oyoqlarim ostiga uloqtirdi.
So'ng yuzini burib oldi. U menga qarashga uyalayotgandi. Ey Xudoyim, u nima qildi? U toshni ataylab mening yonimga tashladimi? Qonxo'r maxluq tovushni eshitib menga tashlansin deb qo'rqoq meni qurbon qildi o'z jonini saqlab qolish uchun. Maxluqning tishlari shaqillab menga juda yaqinlashdi. Men ko'zlarimni yumdim. Xuddi shohruh sudrab ketishdan oldin qanday yumgan bo'lsa, men ham shunday qildim. Bilardim, hozir meni ushlab olishadi. Oyoqlarimdan tortib ketishadi va qorong'uda parchalab tashlashadi. Men buni kutardim. Meni sotgan odam men do'st deb bilgan inson edi. Biz har doim ham yaxshi chiqishmagan bo'lsak-da, lekin baribir yaqin do'stlar edik. Shunda xayolimga boshqa odamlar kela boshladi. Xavfli sarguzashtlardan qaytib kelib, yo'lda do'stlarini yo'qotganlar, balki ularning ba'zilari ham shunday qilgandir, faqat bu haqda hech qachon gaplashmagan. Bu mening so'nggi fikrlarim deb o'ylardim. Birdan zarba va dahshatli qichqiriq eshitildi. Men ko'zlarimni ochdim. Maxluq ilhomni sudrab ketayotgandi. Uning bo'ynidan tortib, tanasini relslar va toshlar ustida sudrab borardi. U bir tomondan ikkinchi tomonga sapchirdi. Oq vahshiy maxluq uni biz kelgan tomonga olib ketardi. Ilhom o'zini o'zi fosh qildi. Toshni olayotganda shovqin chiqarib yuborgandi. U xoin edi, ammo baribir unga achindim. Bunday o'limni hech kimga ravo ko'rmayman. Chiqish tomon yetib bordim. Hech kim meni quvmadi. Hammasi ortda qolgandi. Men platformaga chiqdim. Loyga belangan, oyog'im qonga botgan holda turardim. Odamlar menga tikilib qarashardi. Eskalator bo'ylab yuqoriga ko'tarilar ekanman, uzoq vaqt o'zimga kela olmasligimni tushunardim. Bu voqea ruhiyatimga qay darajada zarba berganini his qilardim. Men Shohruh haqida o'ylardim. U begunoh holda o'sha tugallanmagan metro tarmog'ida halok bo'ldi. Ilhom haqida o'yladim. Yillar davomida tanigan odamim haqida. Ko'z oldimga yana o'sha badbashara maxluq keldi. U ularning jasadlarini kemirib, suyaklarini o'sha chuqurga uloqtirardi. Keyin esa ularning buyumlarini o'z kolleksiyasiga qo'shib qo'yardi. Yana bir odam haqida o'yladim. Bizni ichkariga kiritgan metro xodimi haqida. Kamera qarshisida o'tirib, 3 inson platformadan tushib, tunnelga kirib ketayotganiga indamay imkon bergan odam. Balki u bu yerda hech kim qaytib chiqmasligini bilgandir. U o'sha maxluq haqida ham bilgandir. Unda nega u odamlarni ichkariga qo'yib yubordi? Yoki ataylab maxluqni oziqlantirish uchunmi? Men esa bu ishlar bilan endi shug'ullanishni xohlamasdim. Hech qachon bu ishlarga qaytmaslikka qaror qildim. Kanalni qo'llab-quvvatlash va ko'proq hikoyalar chiqishiga o'z hissangizni qo'shishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling. Sizning boshingizdan ham qandaydir qo'rqinchli yoki g'ayritabiiy voqealar o'tganmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin.